Barchaga salom, shaxslar. Bugun bizda yangi joy bor. Bugun bizda yangi dastlabki san eslatib o'tamiz. Biz Toshkent qalasindamiz. Bugungi podkastimizda biz bugungi kundagi eng ahamiyatli jurnalistlardan biri kasb desak de bo'ladi. Biznes, ya'ni ishbilarmonlik haqida so'ylasamiz. Bugun bizlarning dastlabki sanimiz bo'lganini jarasa, mehmonimizda o'zgacha. Siz onu yaxshi taniysiz. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi bo'ylab o'zining ayriqcha o'rniga ega ishbilarmonlar arasida FIDAP tekarchisi Umid Ergashev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahnoza, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalaysiz? Keyingi kayfiyatlar? Yaxshi, kayfiyatlarimiz zo'r. Bugungi podkast studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan quvonchlimiz. Umid etamiz, bugungi podkastimizda Qoraqalpog'istonlik yoshlar uchun ko'plab feedbacklar, maslahatlar berasiz deb o'ylaymiz. Hamda bugungi podkastimiz shu har darajada o'tadi deb o'ylayman. Xabaringiz bor, 1 yilcha oldin Qoraqalpog'iston Respublikasida filialimiz qilganmiz. Qoraqalpog'iston xalqi bizani juda ham chiroyli kutib olishdi. Odamlari juda muomalali, og'ir bosiq. Eng zo'r tomoni feedbackni sirasi yuzimizga aytishadi. Kulib ketib, yaxshi deyishmaydi. Sirasi mamta xato qildinglar deyishganligini hisobiga bizda etga moslashib olishimiz osonroq bo'ldi. Baribir ana kulib, yaxshi, zo'r deb maqtab ketgandan ko'ra feedback bergani biz uchun yaxshiroq. Umid aka, o'zi FIDAPning boshlanuvi qanday bo'lgan? Birinchi qadamlar qalay paydo bo'ldi? Neden boshladingiz? Endi bu haqida juda ko'p intervyular berganman. Endi mayli qisqacha aytib o'tib ketaman. Fast food sohasini juda ham yaxshi ko'rganman. Va fast food sohasidan oldin men boshqa biznes bilan shug'ullanganman-da. O'sha biznes tugayotgan payt bo'lganda, masalan, u payt Paynet'ni ochgan edim, xabaringiz bor. O'rniga klik chiqyotdi, SMS orqali to'lash telefonda. Qarasam, bu sohani kelajagi yo'q deb his qildim. Sohani almashtirishim kerak. Shu bo'lib ketayotir edi. Va bitta sohada yaxshi rivojlangandan keyin u soha tugayotganini his qilgandan keyin aytdimki, o'zimga o'zim umri qisqa soha tanlamayman endi. Shunaqa soha tanlaymanki, unga na texnologiya, na zamon rivojlanishi ta'sir qilmaydigan soha tanlashim kerak edi. O'shanda men fast food sohasini tanladim. Ham o'zi umuman fast food sohasini yaxshi ko'raman. O'zi fast food yeyishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun shu sohaga kirdim. Va hozirgi kunda mana 2010-yil birinchi joyimizni ochgan bo'lsak, 10 yil davomida qarangda mana 2017-yil 4-filial ochamiz. 2020-yil 10-tochka ochilyapti. 2020dan keyin mana 2024 oxirigacha mana 45 ta filial ochildi. Masalan, mana Orolda 35 ta filial ochib tashladi. Nimani hisobiga 10 yil biz tajriba orttirdik. Tajriba orttirib, keyin mana tajribamiz yaxshiroq bo'lgandan keyin joy ochirishlarimiz tezlashib ketdi. O'zi biznes boshlagan kezda birinchi qadamlar baribir qiyin bo'ladi. Sizda qanday bo'lgan birinchi qadamdagi qiyinchiliklar? Hammadan qalay chiqqansiz? Endi o'zi hammada qiyinchilik bo'ladi. Masalan, bir biznesni boshlagan vaqtda o'xshamasa, hozirgi yoshlarda motivatsiyasi tushib ketadi. Sirtqi faktorlar ta'sir etadi. Sizda qanday bo'lgan? Endichi mana biznes boshlashdan oldinchi birinchi odam o'zini transformatsiya qilib olish kerak. Transformatsiya nima? O'zi bilan gaplashib olish kerak. Tuyg'ulari bilan gaplashib olishi shart-da. Sababi u xo'p, kim bo'lmoqchi bu dunyoda? Va qanaqa yashamoqchi? Va maqsadlari, hattobi boshlang'ich maqsadlarni aniqlab olishimiz kerak. Men ayta olmayman, boshlayotganning o'zida umrining oxirigacha maqsadini to'g'rilab olish kerak deb. Yo'q, hattobi boshlanishida niyati to'g'ri qolishi kerak. Agar niyat biznes boshlayotganda o'g'il bolada men hozir biznes qilaman, pul ko'p topaman, keyin chiroyli kiyinaman, zo'r mashina olaman, keyin qaysidir yomon ko'rgan dushmanlarga ko'rsatib qo'yaman degan fikr bilan, niyat bilan boshlasa, u qoqilishi aniq. Ko'rdingizmi do'stlar, niyatni durust qilish kerak. Niyatni to'g'rilamasa qiyin-da. Biz hayotdan qo'rqamiz, muammolardan qochamiz, qatlagadir qochmoqchi bo'laveramiz. Ishoning, hech qanaqa muammodan qochib qutulib bo'lmaydi. U muammoga qarshi borishimiz kerak. Boshqa yo'li yo'q. U muammoni qarshi olish kerak.
quchoq ochib boricha qabul qilishimiz kerak. U muammodan ham og'ir vaziyatda yashayotgan odamlar juda ham ko'p. Bu muammo bizga aholimiz og'ir holatga tushirib qo'yadi deb o'ylamayman. O'zi biznes boshlagan vaqtda byudjetingiz qanday bo'lgan? Hammaga o'zingiz erishgansiz va yo bo'lmasa ota-bobodan keltirgan? Yo'q. Men O'zgazyo'lda zapravkada benzin quyadiganchi bo'lib ishlardim, zapravщик bo'lib. O'sha yerda ishdan bo'shashim kerak bo'lgan. O'zimni biznesimni qilmasam, hachabi men zapravkada charchab ketgan edimda, ko'cha supurardim, qor kurardik, qish kunlari juda og'ir kelardi. Oyoq charchab ketardi. Eng yomoni nima edi? Men O'zgazyo'lda kallamni ishlatadigan ishim yo'q edi. Men borardim mijozga, pulini sanab olardim. Operator oldiga borib 20 ta derdim, kelardim, borardim, kelardim. Qarasam hayotim maqsadsiz o'tib ketadi. Bu yerda rivojlanadigan hech narsa yo'q. Rivojlanish faqat sportda, ertadan kechgacha odam bu yoqqa yurish bo'ldi. Rivojlanish degan narsa yo'q edi. Men hayotimda ota-onamni yaxshi uylarda yashattirishim kerak edi, chet elga jo'natishim kerak edi. Mening maqsadlarim katta edi. Orada hayot sindirib qo'ydi. 2 marta tadbirkorlik qildim, zapravkada pisalachi bo'lishdan oldin. Qarangda, o'sha 2 marta ham zapravkada tushib qolishimdan oldin 2 marta ham biznes qildim. Ikkalasida ham juda noto'g'ri ishladim. Keyin u biznesim o'xshamadi. Aytdim-ku, niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Keyin kiyim olib sotdim. Kiyim olib sotib yurgan paytimda 1-2 marta qizlar bilan uchrashuvga bitta kiyimni kiyib borib keldimda, kelib kiyimni yechib manekenga olib sotdim. U biznes ham o'xshamadi. Siz tushunyapsizmi? Men noto'g'ri qadamlar tashlaganligim uchun qarzga kirib ketdimda, O'zgazyo'lga zapravkaga qaytib ketdim ishlashga. Ana o'sha yerda 2,5 yil hayotimni qatta xato qilganligim haqida boraman, kelaman shuni o'ylayman. Men qatta xato qildim. Odatda biza o'chirtlarning orasidan amallar o'tib ketishi, birovlarning o'chirtidan o'tib birinchi bo'lib ish bitirib ketishi, biz buni shustriylik deymiz. Bu shustriylik emas bu. Birovning haqqini yeyish bu. O'chirtma odamlar turibdimi, hammaga o'xshab turish kerak, kutish kerak, bo'ldi, sabr qilish kerak. Ana pulini berib qattadir o'tib ketish ham noto'g'ri-da, birovning haqqini yeyapti. Shularni tushunib yetdim. Keyin tadbirkorlik qilaman dedim-u, pul yo'q. Ota-onamga aytdim, yaqin do'stimga aytdim, bitta akamga aytdim. Akam aytdilarki, senga bitta men kompyuter olib beraman dedilar, paynetxona ochaman dedim. Senga bitta kompyuter olib beraman, bo'pti dedilar. Bitta o'rtog'im bo'lsa aytdiki, men ko'chada paynet degan reklamalarni olib beraman dedi. Yana bitta o'rtog'im mayli, mana bunaqa stol bor-ku, kompyuter qo'yishga, stoling bilan stulingni olib beraman dedi. Onamlar bo'lsa, bitta gap pulini olishim kerak, o'shani olaman, keyin ikkita tillarni sotaman deb pulini beraman, oborot qilasan dedilar. Mana shundan boshlandi. Keyin ishim yurib ketdi, alhamdulillah. Keyin ikkinchi joy qildim, uchinchi joy, to'rtinchi joy. Paynetlarning umumiy joyimiz 235 ta joy bo'ldi. Zo'r. Bu sohada juda katta natijalarga erishdim-da. Keyin qarasam, paynetning umri tugayapti. Keyin fast foodga kirdim. Fast foodga kirganimda endi pulim bor edi. Birinchi filial ochdim. Bu sohani bilmayman, o'rganishim kerak edi. Va keyin o'yladim. Fast food sohasida rivojlanmoqchi bo'lsam, men nimaga fast foodga aloqasi yo'q odamlar bilan suhbat qilishim kerak dedim. U payt mana ko'proq yoshlarda nima bor? Hammasi demayman, aksariyati xato qiladi. Mana sport zalga boradi, o'sha yerda yangi tanishadi, qanaqadir tadbirkorlar bilan-da. Ular bilan ulfatchilik qilib yuraveradi, ular bilan umrini, vaqtini o'tkazaveradi. Ular biznesmen bo'lishi mumkin. Masalan, fast foodchi pampers ishlab chiqaruvchi bilan nima ishi bor? Umuman o'xshashlik yo'q. Men aytamanki, kim bo'lsa ham mana sohadoshi, masalan, mana bu yerda ukalarimiz turishibdi, operatorlar. O'ziga o'xshagan operatorlar bilan do'stlashib yuraverishligi kerak. Iloji bo'lsa, bulardan zo'r operatorlar bilan. Bulardan yaxshiroq topadigan, bulardan ko'ra zo'r, masalan, kinolar oladigan yoki qanaqadir yaxshi sohada ishlaydigan operatorlar bilan do'stlashish kerak-da. Ularning opitini oladi-da. Opitini olib shu to'g'risida gaplashib, eng oxirgi zamonaviy texnika, apparatura, hamma narsani bilib yurishadi-da. Shuni ichiga kirib ketishadi. Zo'r operator bo'lishadi. Keyin o'sha apparatlarni qattandir arzonga olib prokatga o'ziga chiqarishadi. Mana bunaqa podkast xonalar qurishadi, arendaga beradigan. Aytishadiki, menda bitta podkastga xona bor. Zo'r оборудование qilib qo'yganman, uyutni qilib qo'yganman, stullargacha qulay. Arenda to'lasanglar ham syomka o'zimdan,
Ham montaj. Ham montaj o'zimdan, arenda pulini berishing hammasi ichida qilib beraman deyishsa ishdan tashqari. Bu ham biznes. Bu zo'r biznes bu. Yaxshi pribelniy biznes bu. Chunki men kichkina misol sifatida aytdim. Keyin o'zimiz sohadoshlarim bilan yurishni boshladim. Mana hozir ham mana haligacha mana shu o'zimizning hamkasblarimiz bilan, katta brend egalari bilan постоянно bilamiz. Birga pishkom yuramiz, birga bitta joyda o'tirib kofe ichamiz, umumiy muammolarni birgalashib hal qilamiz. Va bu bizcha, bu konkurentim, men konkurentimga sir aytmayman deyish xato. Сол narsani durust tushunish kerak. Ko'p odamda, ko'p ishbilarmonlarda сол narsa bor. Fikr almasgisi kelmaydi. Nimagaki ichi nimadir bekitadi-da. Voy, xo'p, u bildi nima bo'ldi? Hammani o'zini pocherki bor. Katta tadbirkorlar hech qachon biror narsasini ko'chirishga o'zini anaqa loyiq ko'rmaydi. U oladi, uni rivojlantiradi, qo'shimcha qiladi, bir-biri bilan fikr almashadi. Masalan, men Evas xo'jayini bilan ko'rishib ko'p gaplashaman. Yuramiz ham birga. Belissimoni xo'jayini bilan, Safiya, Oqtepa Lavash bilan ko'rishamiz. Juda ko'p brendlar bilan ko'rishib suhbat qilamiz biz. Nimalar qilayotganimizni aytamiz ochuvchasiga, hech narsani bekitmaymiz. Akalar oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risida ishlayapmiz. Kelinglar oziq-ovqat xavfsizligini yuqori darajaga olib chiqaylik deymiz. Sababichi bozor birlashib rivojlanadi. Masalan, bitta fast food brendi ichida masalan yomon voqea bo'ldi. Atraleniya bo'ldi, bo'ldi desa, siz ishonasizmi, u meni hamkasbim bo'lganligi uchun men bundan xursand bo'lmayman, men xafa bo'laman. Neki bu umumiy sohaga zarar keltiradi. Odamlar fast fooddan qochadi. U brenddan qochmaydi, umumiy sohadan qochadi. Boshqa yoqdan alternativa qidiradi odamlar. Allaqachon odamlarning fikrini o'tirib bo'lgan, u fast food ziyon, ishga bo'lmaydi, baribir uyning ovqatlari yaxshiroq degan narsa. Durust aytib o'tirsiz. Mana uy ovqati baribir eng zo'ri bo'ladi. Onamizniki ayniqsa. Nimagaki yoshligimizdan yeb katta bo'lganmiz. Uni mana men bir oz qumsiydi. Unga o'rgangan. Ko'chadagi fast food iloji boricha xavfsiz bo'lishi kerak. Ishda yo'l-yo'lakay yeyish uchun-da bu. Masalan, men aytolmayman hammaga fast foodni. Menda alhamdulillah fast foodimiz ISO sertifikatimiz bor. Mahsulotlarimizda. Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha menda hech qanaqa muammo yo'q. Xavfsizlik ta'minlangan. O'zim tekshirib chiqdim. Har bitta souslar, har bitta anaqalarni ko'rgansiz, высший уровень. O'zi bu podkastdan keyin ham agar vaqtingiz bo'lsa, bitta kuxniyaga olib kiraman, hamma narsani ko'rsatib chiqaman sizga. Qiziqsangiz. Albatta, hamma narsasida standartlar bor. Ana bu yuqori standart oziq-ovqat. Bu oldinlari bunaqa qilmagan hech kim. Mana shu oxirgi yil biz shunga erishdik. Juda katta standartlarga erishdik. Zo'r. Biz hozir Fidap kompaniyasining Qoraqalpog'istondagi filialidamiz. Keling birgalikda bu yerdagi ishki proses bilan tanishib o'tamiz. Demak, mening jonimda Fidap kompaniyasining CEOsi Dilmurod Usmonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Rahmat. Sizni ko'rganimiz ham quvonchimiz. Bilasizmi, Dilmurod og'a, bizlarning Qoraqalpog'istonlik yoshlarimiz endi o'z biznesini boshlayajak bo'lgan ishbilarmonlik yo'nalishida bugungi kunda bilim olayotgan yoshlar ayni Fidap kompaniyasining bugungi kundagi ishki tartibini hamda asxonasini, o'nimlar qalay saqlanadigan prosesini juda qiziqqan. So'ng uchun ham hozir biz sizning oldingizga keldik. Umid etamiz bizlarga ishki prosesda tanishuvga yordam berasiz. Bo'ladi. Men sizlarga hozircha Fidapda oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha qisqacha qilingan ishlar bo'yicha ko'rsatib o'taman. Demak, biz ko'rib turganingizdek Arnovli kiyimlarni kiyib oldik. Basasak da bo'ladi. Bo'ladi, marhamat. Demak, do'stlar, biz Fidap asxonasindamiz. Dilmurod aka, bizga eng dastlab nelerni ko'rsatuvdan boshlaysiz? Xo'p, avvalambor ko'rishdan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Fidap ishlab chiqaruvchi emas. Biz hech qaysi mahsulotni o'zimiz ishlab chiqarmaymiz. Hamma mahsulotlarimiz mahalliy Rossiya, Yevropa bozorlaridan kuchli nazorat ostida individual retsept asosida tayyorlanadi. Ulardan xarid qilamiz. Men har bitta mahsulotimizni qo'shib o'tolmayman. Bunga vaqtimiz yetmaydi. Sinflar bo'yicha iloji boricha harakat qilaman. Ikkita mahsulot ko'rsatib o'tishga.
Shuni o'zida menimcha bir tushuncha hosil bo'ladi. Albatta. Marhamat. Xo'p, birinchi boshlangan narsamiz salatlar. Bizda salatlar qanaqa ko'rinishda keladi? Salatlarimiz даже piyoz ham shunaqa upakovka qilingan holatda, to'ralgan holatda, xavfsizligi maksimal darajada tushuntirilgan holatda saqlash graduslargacha, saqlash joylarigacha va ishlab chiqarilgan sanasi yozilgan holatda keladi. Shunaqa ko'rinishda. Mana yuvilgan, toza, to'ralgan bo'ladi. Bu birinchidan xavfsizlikni ta'minlab beradi. Ikkinchidan bizani vaqtdan yutishimiz uchun xizmat qiladi. Shunaqa. Ikkinchisi bu mana biz har doim iste'mol qiladigan ko'p narsalarga ishlatamiz mahsulotlarimizga. Bu iceberg. Iceberg ham xuddi shunaqa piyoz ko'rinishida vakuum qilingan, sterillangan, tozalangan o'sha holatda, mana shunaqa upakovka qilingan, vakuum qilingan holatda. Bunda ham o'sha ma'lumotlari bor. Hammasi ko'rsatilgan holatda shunaqa ko'rinishda keladi. Ma'lumotlarga qaraganda o'zi iceberg kapustasini tozalash eng qiyin jums ekan. Al sizlarda bo'lgan bo'lsa, albatta, mana shunaqa. Bu bo'yicha asosiy shug'ullanishadi, yuvilishadi, sterillanadi, bu tozalanadi. Mana shunaqa ko'rinishda. Shunaqa. Hamma bakteriyalardan xalos bo'lgandan keyin upakovka qilinadi. Zo'r, ajoyib. O'shada hammasi tushuntirilgan. Ya'ni ashqandan keyin 2-3 soatgacha ekan foydalanuv bo'ladi, undan keyin mumkin emas. Xuddi shunaqa. Endi bizda Nukus filialimizda pitsa mahsulotimiz ham bor. Pitsaga solinadigan sirlarimiz ham даже to'ralgan holatda, xuddi shunaqa to'ralgan holatda, unga ham shu yorliqlari yopishtirilgan, saqlash muddatlari, ishlab chiqaruvchi, qachon ishlab chiqarilgani va ochilgandan keyin necha kun ishlatish mumkinligicha ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Bu tek bir pitsaga ketadi. Da, shunaqa ma'lumot o'rnida bu bitta pitsaga bitta upakovka ishlatiladi. Bu degani bundan aslatga qolmaydi. Endi kolbasalarimiz ham, pitsaga ishlatilgan kolbasalarimiz ham mana shu sertifikatlari bor o'zini. Shunaqa ko'rinishda tayyor to'ralgan holatda keladi. Bu aytganimdek, boydagi birinchidan xavfsizligini ta'minlash uchun, ikkinchidan o'sha vaqtdan yutishimiz uchun kimdir buni to'rab o'tirmaydi. Porsiyaga bitta porsiyaga bir xilda tushadi. Kimdirga kamroq, kimdirga ko'proq bo'lib qolmasligini ta'minlash uchun ham, xavfsizlikni ta'minlash uchun shunaqa vakuum qilingan holatda keladi. Endi nonlarga o'tamiz. Nonlarimiz ham mana masalan bu danar noni. Danar nonlarimiz ham xuddi shunaqa ma'lumotlari bor. Kuchli nazorat ostida keladi, kuchli nazorat ostida saqlanadi va ishlatiladi. Bunda ham shu ma'lumotlarimiz kirgizilgan. Mana danar nonimizda mana bu cheeseburgerimiz bizani mana shunaqa ko'rinishda xarid qilamiz. Bu mana bu yerda hamma normativ hamma narsalar yopishtirilgan holatda buni ham shu ma'lumotlari bo'ladi. U yerda saqlash, ishlab chiqarilgan sanasi, ishlab chiqaruvchi necha gradusda saqlash kerak va ochilgandan keyin qancha ishlatish mumkin. Shu ma'lumotlar ham kirgizilgan, mana bu upakovka qilingan hayyon holatda keladi. Ularimiz bular ham sразу ikkiga bo'lingan, yana aytib o'taman. Birinchidan xavfsizlikni ta'minlash uchun bunaqa upakovka qilingan, ikkinchidan o'sha vaqtdan yutishimiz uchun tayyor kesilgan holatda keladi. Bu nonlarimiz Yevropadan keladi. Xuddi shu nonimizning kattasi, hozir ochib berishdi bolalar o'zi kichkinasi, to есть mana shunaqa upakovka qilingan holatda hammasi bir xil ko'rinishda. Standartli bor. Eng asosiysi standart bir xil. Xo'p, nonlardan keyin go'shtli mahsulotlarni ko'rsatmoqchiman. Mana go'shtli mahsulotlarimiz ham xuddi shunaqa korobka holatda, donasigacha yozilgan, ishlab chiqaruvchi, saqlash muddati, yaroqlilik muddati, hamma ma'lumotlar shu yerda ko'rsatilgan bo'ladi. Даже necha gradusdan necha gradusgacha saqlash mumkin. Biz o'shanga qarab hozir sizga yana ko'rsatib o'taman. Morozinklarimiz, xolodilniklarimiz, sovutgich, muzlatgichlarimiz o'sha hammasi bo'yicha ma'lumot beraman. Kotletlarimiz ham mana shunaqa. Baholab kelsangiz bo'ladi. Aha. Mana muzlagan holatda shunaqa ko'rinishda keladi. Xavfsizlik yuqori darajada bu yerda, mana xavfsizligimiz yuqori darajada o'ylangan holatda keladi. Dilmurod aka, o'sha yerda men bir so'rov tug'ildi. Aytib o'tirsiz, bizlar ishlab chiqaruvchi emaspız. O'nimlar chetdan keladi. Agar sir bo'lmasa, bu o'nimlar chetdan kelishi uchun necha kun vaqt ketadi? Sir bo'lmasa albatta. Da, sir emas. Masalan, bizani qanaqa ob'yem olishimizni ular oldindan bilishadi, hisobini olishadi. Bular morozinkada bu mahsulotlarning ko'pchiligi 3 oygacha, 3 oydan 1 yilgacha saqlash mumkin. Bu shokovoy morozinka deyiladi, -18 dan baland bo'ladi. O'sha graduslarda 3 oydan 1 yilgacha saqlash mumkin.
Shuning uchun asosan biz zakaz berganimizdagi Yevropadagi mahsulotlar 1 oy davomida keladi bizga Shokuy morozinkada. Undan keyin yana o'sha kuchli nazorat ostida yana Shokuyga qo'yishadi. Undan keyin bizga chiqarib berishadi bu mahsulotlarni. Yaxshi. Davom etamizmi? Xo'p, bizda yana tovuq mahsulotlarimiz bor. Mana tovuq mahsulotlarimizdan bilsangiz, eng oziq-ovqat xavfsizligida juda kuchli e'tibor berish kerak bo'lgan mahsulotlardan bittasi bu tovuq. Tovuq ham xuddi shunaqa marinovka qilingan holatda bu yerda ham xuddi shu ma'lumotlari bor. Kolичествоsi ham ichida nechtaligigacha yozilgan holatda tayyor marinovka qilingan holatda keladi. Shunda olishadi, pishirishadi, tayyor holatda bo'ladi уже. Mana tovuqlarning ham ikki xil ko'rinishi bor. Ikki xil hammasi mana shunaqa yorliqlari bilan shunaqa vakuum qilgan holatda keladi. Bu bizda ochilgandan keyin shu kunning o'zida ishlata olinadi. Tushunarli. Xo'p, endi go'sht. Mana bu bizning asosiy danar go'shtimiz, lavash, danar, bigdanarlarga sotadigan go'shtimiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana hammasi shunaqa ko'rinishda keladi. Bu yerda ham mana ishlab chiqaruvchi, halol sertifikati, go'sht ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddati, hamma ma'lumotlari ko'rsatilgan bo'ladi bu yerda ham. Temirma deb o'ylayman, go'sht ekan. Yo'q, bu go'sht. Shunaqa 10 kilolik, 20 kilolik, 30 kilolik, shunaqa 5 kilolik ko'rinishda ham bor. Mana shunaqa ko'rinishda hamma go'shtlarimiz shunaqa ko'rinishda keladi. Bular bu yerda o'sha aytayotgandek Minsovoy morozinkada saqlanadi. Shu boya aytayotgandek hamma mahsulotlarimizni yorliqida qayerda saqlash kerakligi yozilgan. O'sha yorliqdagi ma'lumotlarni biz muzlatgichga o'ziga joylashtirganmiz. Masalan, bu muzlatgich gradusi boshqacharoq, bu muzlatgich gradusi boshqacharoq, ichkarida yana katta morozinka xonamiz bor. U yoni ham gradusi boshqacharoq. Demak, har odamning o'zini javob beradigan gradusi xuddi shunaqa. Bu mahsulot, bu ham masalan muzlatgichimizga o'zining определённый mahsulotlari bor. Masalan, sabzavotlar bu yoqda turishi kerak. Bu muzlatgichimizda boshqa mahsulotlar, ichkaridagi muzlatgichimizda boshqa mahsulotlar shunaqa joylashadi. O'sha bizani bolalarimiz adashib ketmasligi uchun mana shunaqa ma'lumotlar har bitta muzlatgichda ko'rsatilgan. Menda yana bir so'rov bor. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi bo'ylab shumshular soni qancha ham Qoraqalpog'istonda bugungi kunda necha odam жұмыс bilan ta'minlangan? Xo'p, O'zbekiston bo'yicha filiallarimiz soni hozir 44 taga yetgan. O'sha filiallarda ishlaydigan xodimlarimiz 700 dan 750 tagacha. Faqat Nukus filialining o'zida 30 ga yaqin xodim ish bilan ta'minlangan. Juda ajoyib. Demak, aziz do'stlar, bizning podkastimizni tomoshalashda davom eting. Sol podkastimiz davomida mehmonimiz tarafidan sirli sovg'alar qo'yilgan. Bizni kuzatuvda davom eting. O'zi biznes boshlagandan keyin tikkan pulingizda necha yildan keyin, yo bo'lmasa necha vaqtdan keyin chiqarib olgansiz, yo bo'lmasa paydaga chiqqansiz ko'proq? Qancha vaqt ketgan? Yo'q, menda omadli bo'lgan. Ochgan ishxonalarimiz sразу o'sha oydan daromad berish boshladi. Endi daromadlar yaxshi. 2 yilda puli chiqadi. 2 yil bir xil payt shunaqa udashli joylar bo'lgan, u 1 yilda ham pulini chiqarishgan. Bugungi kunda yoshlarda sonday fikr bor. Menda hozircha ақша 0, biroq biznes boshlashim kerak. Kredit olaman deydi, boshqa deydi. Kredit olib biznes boshlashga fikringiz qanday? Kredit bilan boshlashni maslahat bermayman. Keyinchalik mana rivojlanadi, kattalashadi-yu. Keyin o'zini kapitalizatsiyasini 10% ga yetadigan summalarni mana islom oilalari bor, boshqalar bor, bemalol olib kompaniyasini rivojlantirishi mumkin. Lekin 0 dan kredit bilan boshlash juda xavfli. U qarzga kirib ketib, motivatsiyasi tushib ketishi mumkin. Eng zo'ri g'oyasi bo'lsa, o'sha sohani ishlayotgan odamning qo'liga ishga kirish kerak-da. O'sha g'oyasini o'sha yerda tatbiq qilish kerak. Va u xo'jayini tan olish kerak, что bu tatbiq qilganimda, ana o'shanda bunda shu narsani rivojlantirish anaqasi kuchayadi-da, o'sha yerda o'zini g'oyasini ishlayotganini sinab oladi-da. Keyin bitta investor topadi, yaxshi sherik topadi-da. Ana o'sha sherik bu g'oyasini ishlaganini, faktini ko'rsatib beradi, sifrlarda. Keyin investor unga pul tikadi. Mana shunaqa qilib rivojlanib ketish mumkin. Men masalan fast fooddan tashqari bizneslarim ko'p. Masalan, ko'p. Aytib bo'lmaydi. Yo'q. Aytolmayman. Ko'p. Qiziq bo'lib qoldi. Lekin sherikchilik qilaman. Yaqinda bir yigit keldi. Aka dedi, bitta g'oyam bor, pul tiking dedi. Nechta pul tikish kerak dedim. Endi
$50,000 dan boshlaydi u tikishni dedim. Bu g'oyasi ishladimi, pul keltirdimi dedim. Yo'q dedi. Yo'q, pul keltirsin keyin gaplashamiz dedim. Keyin bu bola borib adasini jentrasi bor ekan, adasini jentrasini sotib, o'sha $15,000 ga qilib, o'sha biznesida oyiga $300 mi topdim, $500 topdim ikkinchi oy deb отчеtlab berishni boshladi. Keyin biznes ishlayotganini ko'rdimda, keyin unga 50,000 tikdim birinchi, keyin yana 100,000 tikdim, $150,000 bo'ldi. Endi qarangda, hozirgi kunda u biznes yaxshi ketyapti. U bola уже ana adasiga jentraning o'rniga boshqa mashina olib berdi. Mashina qilib, endi mana rivojlanishga qarab ketyapti. Uni ishiga men umuman aralashmayman. Men faqat investor sifatida kirganman. Men unga aytgan edim, "Sani g'oyang birinchi pul keltirsin. Keyin investor bo'laman" deganman. 100 so'm bo'lsa ham topgin deyman-da hammaga. Ko'p yoshda keladi, "Umtaka pul tiking, bizning biznesimizga yordam bering. Mandachilar shu biznesmenman" deydi-da. "Bo'pti, nima g'oyangiz?" "Mamlaqa g'oya." "Qayerda u g'oyang? Qayerda ishlayapsam?" "Yo'q, kallada" deydi. Mamlaqasi qayerda desa kallada deydi. Uni hali taqviq qilib ko'rmaganda. U sohani ichiga kirganingizdan keyin etdi muammolar ko'payib ketadi. Mana bir xilda bor. Men deydi, "Shu biznesga menimcha tiksam, menimcha pul topaman, menimcha topaman" deydi. Lekin u biznesga kirgandan keyin ana hamma yo chang bo'ladi-da. Hamma chang ko'taradi o'zi biznesda-chi. Hamma o'zini biznesini zo'r qilib ko'rsatayotganda, erta zo'r foyda ko'rsatayotganda, foyda olayotgandek ko'rsatadi-da. Ichiga kirgandan keyin hamma yo o'sha ahvol bo'layotgan bo'ladi. Qarasa mo'ljallagan yarim foydasi ham yo'q edi-da. Nukusga $370,000 pul tikdik. O'tirman ish qilib yursin dedi omi. Keyin konsert uyushtirdi, Shohruxxonni olib keldi. Bir payt bir 3,5 mingtami odam keldi konsertga. Voh! Keyin savdo ketyapti. Har oy 2 oy, 3 oy qarasam odam oqib kelyapti-da. Keyin ko'rsangiz bir chiroyli yigitlar, qizlar o'ziga qaragan yoshda kelyapti-da. Qattiqda bo'ladi omi, men shaharni aylanib yurganimda. Qancha shahar tiqdingiz? Qoraqalpog'iston uchun? $370,000. Aqladimi? Ha, endi oqlayapti sekin-sekin. Lekin mana Qoraqalpog'istonda yana ochamiz bari. Beruniyda bitta joy ochamiz, xudo xolsa. Xo'jalik bor, keyin To'rtko'l bor. To'rtko'l. Mana o'sha yerlarda ochishimiz kerak. Zo'r. Biz filiallarni ko'paytiramiz, xudo xolsa. Xudo xolasa. Daromadingizni asrash uchun qanday strategiyalardan foydalanasiz? Filiallashuv, marketing, reklamalar. Ko'proq. Endi ko'proq marketing, reklamalar. Mana endi hozir oxir payt tushunib qoldik. Biz Fidapni общий Instagram profili Qoraqalpog'istonda ishlamayapti. Shuning uchun biz endi Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun alohida Instagram profil ochmoqchi. Shaxsiy narsa. Sababi necha marta o'zim buyurtma beruvga harakat etdim. Toshkent orqali zakaz olib kerak bo'ldi. O'g'an odamlar yerneda. Vaqtini ketirib o'tirg'isi kelmaydi. Endi shunga hozir shu Qoraqalpog'istonning o'zida Instagram profil ochib va ular uchun отдельный o'sha telefon liniya qo'yib, erta qoraqalpoqchasiga mijozlar bilan gaplashib, zakazlarni oladigan bo'lishyapti. O'shanga rivojlanish uchun qanday plan, maqsad, boshqa qo'ng'si mamlakatlardan usunuz tuzyapti Fidapning filialini shu bo'yicha? Biz Qozog'istonda ochdik. 1B deb ochdik faqat. Testovoy. 1B? 1B deb. Endi o'sha filiallar xudo xolasa yaxshi ketyapti, savdolar zo'r, pulini oqlab bo'ldik. Erta zo'r chiqdi, zo'r ketdi. Endi o'shanga o'sha filialni ham Fidapga rebranding qilib, Fidapni endi Qozog'istonda xudo xolasa bu yil uje ochishni boshlaymiz massiv. Planlar katta. Zo'r. Biznesingizdagi, o'sha Fidapdagi qilgan eng ulkan qadam ne deb o'ylaysiz? Fast food yo'nalishidagi. Ya bo'lmasa sizni plyus qilib chiqqan. Yo'q, nima bilmasam, meni xalqim qanday qilganini deb bilaman. Menimcha keyin sifatlar bo'yicha ham ajralganligimiz deb bilaman, yana tam bilmadim. Retseptni qayerdan olgansiz o'zi? O'zicha zo'r narsagacha retsept kerak emas. Qimmat narsa ishlatganingizdan keyin o'zi zo'r bo'laveradi. O'zingiz demak avtor. Ha, 100% go'shtdan qilinadi mahsulotlar. Zo'r. Hech qanaqa добавка yo'q. Yoshlarga biznes davomidagi maslahatlaringiz? Niyat, shijoat va o'qish. Mana shu 3 ta narsa. Bo'ldi. Sheterli. Shijoati bo'lmasa qiyin. Men har doim aytaman-da, mana shijoatli bola bor-ku,
baribir bir kun natijaga erishadi. Ana harakatchan, ana maqsadi bor, ana ambitsiozni deymiz ruschada. Shunaqa bolalar baribir bir kun maqsadga erishadi. Lekin yaxshi o'qigan bolalarni ambitsioz bo'lmasa, ular natijaga erishadi, lekin birovni qo'lida ishlab turib erishadi. O'zi alohida biznes sifatida natijaga erishish eng zo'r yo'li ham o'qish, ham shijoat. Ikkalasi birdan bo'lsa va niyat yaxshi bo'lsa, zo'r natijaga erishadi. Және де so'rov, bugungi kunda konkurensiya ko'p. Siz qaysi tarafingizdan ulardan ajralib turasiz? Sifatim bilan, interyerim bilan. Bugungi kunda statistikani o'qib qoldim. Dunyo yuzi bo'yicha har yili 600 millionga yaqin odamlar ovqatdan zaharlanayotgan. Demak, bugungi kunda zaharlanuvning pikka chiqib o'tirgan vaqtda siz bu prosesda qanday texnikalardan foydalanib o'tirsiz? Mana qarang. Biz yil boshida shunaqa statistika oldikki, O'rta Osiyo bo'yicha O'zbekistonda zaharlash bo'yicha birinchi o'rinda ekanmiz. O'rta Osiyoda. Va bu meni xafa qildi. Ko'chada ovqatlanuv bo'yicha. Keyin biza qani nima u oziq-ovqat xavfsizligi dedik. Ses отделga topshirib berdikki, keling shuni ustida ishlaylik dedik. Buni ichiga kirgan sarimiz shunaqa qo'rqinchli narsalar chiqishni boshladi. Biz yoqa ushladik. Mana 1 yil oldin ma'lum bo'ldi. Biz endi odatda seriozniy qabul qilmagan narsalarimiz aslida juda seriozniy narsalarni olib kelar ekanda. Albatta. Har bitta insonda kishechniy palichka degan kasallik bor. U odamni odatda o'ldirmaydi, boshqa qilmaydi-yu, lekin zaharlaydi ko'proq. Отравление, ichib ketish, holsizlanish degan holatlarga sababchi bo'ladi. Va biz xodimlarni shu kishechniy palichkaga tekshirishni boshladik. Tekshirishimiz davrida bitta filialimizda bitta bolada o'sha 80% dan yuqori chiqdi. Eng yomoni u qo'ldan qo'lga ham yuqadi u. Yug'adi. Keyin u bolani biz juda ham срочный tartibda uni больницаga yotqizib, uni davolab, bu kasallikdan yonidagi hamkasblarni ham tekshirib davoladik. Sababi u davolanmaganligini sababi bor-da. U kishechniy palichka o'zida borligini bilmagan ham. U bechora bola uyda boquvchi bo'lgan, ertadan kechgacha ishlagan, bir kun ishlamasa ro'zg'orda muammo bo'ladigan bo'lganda, xuddi bu tish doktoriga borish deyman-da. Odamlar tishiga qaramaydi, og'riganda boradi-yu. Og'rib ketgandan keyin boshqa bormaydi. Bu narsa uni ag'darmaganligi uchun licheni olmagan va tekshirtirmagan. Tekshirtirish ham pul deganda pul qizg'angan. Shuning uchun u bolaga biz licheni olasan endi uka, kishechniy palichka chiqdi senda, 80% dan past, seni ishdan haydab yubormoqchi emasmiz. Haydab yuborsang noto'g'ri ish qilgan bo'ladi. Shu sen licheni yotsam, yo'q, oka, men ishlamasam bo'lmaydi, men licheni yotmayman. Men har bir kunlik ro'zg'orim uyga kerak. Bo'ldi. Yotgan kuningga ham pul to'laymiz dedik. Shu qarorgacha berishga majbur bo'ldik, sababi u bolani tushundik biz. Uni biz voz kechib yuborsak, u boradi-da, boshqa kafega kiradi-da, ettiklarni zaharlaydi, ularga yuqtiradi. Endi qarang-da, baribir Allohdan-da yana ko'rasizmi, shu bolani biz licheni qilib berdik, kunlik oylik to'ladik, o'sha joyimizda o'sha bola lichenidan chiqqungacha savdo zo'r bo'ladi. Zo'r. Chiqqandan keyin yana fazla sallarni eski holatiga qaytib qoldi-da. Men aytaman, ko'rdingmi deyman. Rizq Allohdan-da, kimgadir berganing bilan u xarajat emas deyman-da. Ko'p bolalarga tushuntiraman, xodimlarimizni ham anaqa qiyin vaziyatda qutqarishimiz aslida xarajat emas deyman-da. Uni pulini o'zi topadi deyman-da. O'zi bir omadli biznesga erishish uchun uning biznesmenning komandasi ulkan ahamiyatga ega. Albatta. Siz komandangizni qalay boshqarasiz? Hammasini qalay vaqt ajratasiz? Mana birinchi bolalarni tanlaymiz komandaga. Hammani olavermaysiz. Tuz kelgan odamni olavermaysiz. Yo'q, olmaymiz. Biz birinchi bitta bolani ishga olishdan oldin, agar u upravleniyaga olinadigan bo'lsa, bizning xavfsizlik отделimiz u bolani surishtirib keladi. U mahallasida bitta bola bo'ladi-ku, mana kafesda bizning sohamiz. Bizning sohamiz mijoz emas, mehmon deymiz. Mahallasida chanim bo'ladi-yu, ma'rakalarga, qo'shnisida kimda ko'chayotgan bo'lsa, borib aralashib, tushirishib yuboradigan, ana sinfdoshlariga telefon qilib, qachon yig'lasanlar deydigan, ana переживанияsi kuchli bolalar bo'ladi. Shunaqa bo'lishi shart deymiz. Mahallasida hech kimga aralashmay,
ana o'zi bilan o'zi gaplashadigan, egoist, faqat o'zini o'ylaydiganlarni olmaymiz. Mana shunaqa bola bo'lsin deyman. Keyin ana sinfdoshlarning krugida, yoshligidan krugida bo'lgan bolalar bo'ladi-da. Sinfdoshlarning krugi odatda ikkiga bo'linib qoladi-da. Lekin ularning ichida bitta bola bo'ladi, ikkita krug ham yaxshi ko'radi uni. Shunaqasi bo'lishi kerak deyman-da. Ana shunaqa bola topsanglar, shunaqa bolalarga bizga juda katta oyliklar to'laymiz. Shunaqa bolalar odatdachi zo'r ishlab ketyapti-da bizda. Biz mana tegicha yetib boryapmiz. Mana shunaqa bolalar bizani kompaniyani yana ham tepaga olib chiqishga, ko'tarilishiga sababchi bo'ldi. Biz buni keyin tushunib yetdik. Bizlarda Qoraqalpog'istondagilar ko'pchiligi sizda aktyor sifatida ko'proq taniydi. Splermen emas. Hozirda World o'tishligingiz ne bo'ldi? Men show biznesga kirganman, aktyorlik qilishga deb. Qarasam qo'limdan kelmadi. Eblolmadim. Menda shunaqada, qayerda yaxshiroq natija keltirsam, xalqimga, vatanimga, oilamga, musulmonlarga o'sha yerda bo'laman. Qarasam, bu yerda menda manfaat yo'q. Boshqa qaytmaysiz. Biznesga o'xshamayapti. Biznesda o'xshayapti. Fokusim buzildi. Qayerda ko'proq foyda keltira olaman dedim. Biznesga ketdim, mana alhamdulillah biznesim yaxshi. Ancha rivojlanishdi. Menimcha ko'p filmlarda tushgansiz, a? Ha, men aytdim-ku, 2020-yilgacha tushganman. 2020-yilgacha Fidapim 10 ta bo'ldi. Shu biznes shunday yig'ishtirdim. 2020-yildan keyin 2024gacha 45 ta bo'ldi filial. 35 ta joy ochildi. Nimaiki, meni fokusim faqat bitta tomonda bo'ldi. Meni shu biznes chalg'itdi ozgina. Umid og'a, bizga vaqt ajratib, o'zingizdan qimmatli bilimlaringiz bilan bo'lishganingizdan cheksiz quvonishdamiz. O'ylaymiz, har bir yosh uchun bugungi suhbatimiz foydali bo'ladi. Marhamat, yoshlarga bo'lgan fikrlaringiz, umumatliklaringiz bo'lsa bildirib qo'ysangiz bo'ladi. Niyatimizni zo'r qilamiz, ilm olishdan to'xtamaymiz va shijoatli bo'lamiz. Vatanni juda sevamiz, ota-onamizni sevamiz, do'stlarimizga xiyonat qilmaymiz, faqat olg'a. Eng ahamiyatli narsa. Xiyonat qilmang. Faqat olg'a. Boshqa anaqa yo'q. Yiqildingizmi, turing olg'a. Yiqildingizmi, turing olg'a. Faqat niyatni to'g'rilab olishimiz kerak. Biz qiladigan ishimiz bizni va bizni oilani va vatanimizni baxtli qiladimi? Ana shu yo'ldan ketishimiz kerak. Lekin biz qiladigan ishimiz bizni baxtli qiladi-yu, lekin oilamizni baxtsiz qiladi. Bo'lmaydi. Biz qiladigan ishimiz oilamizni baxtli qiladi, vatanimizni baxtli qiladimi? Qilamiz. Bizni baxtimiz bu ikkitasini oldida hech narsa emas. Lekin bizning qiladigan ishimiz bizni baxtli qiladi, oilamizni baxtli qiladi, lekin vatanimizni baxtli qilmaydimi? Musulmonlar qilmaymiz. Mana shu yoshlarga beradigan maslahatim, men aytganimdek, ilm, niyat, shijoat va negativdan uzoq yursin. Do'stlarni sortirovka qilsin. Sal negativ nariroq yurishsin. Negativ fikrlardan uzoqroq yurishsin. Faqat razvitiyada yurishlarini niyat qilaman. Bu ularni baxtli qiladi. To'g'ri aytasiz. Hurmatli o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Qimmatli bilimlaringiz uchun do'stlarga eslatib o'tamiz. Bizning syomka protsessimiz Toshkent qalasida bo'lib o'tmoqda. Albatta, bu syomkada yordam bergan My5 telekanalidan o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Keyingi podkastlarda siz qaysi жетістікке erishgan insonlarni ko'ruvda qalaysiz? Albatta, kommentariya bo'limida yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun ahamiyatli. Ko'rishguncha xo'sh, sog' salomat bo'ling.